Assalomu alaykum qizlar. Men bugun sizlarga non bo'laklaridan pitsa tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Ekranda ko'rsatib o'tilgan mahsulotlar bizga kerak bo'ladi. Non bo'laklarini sutga botirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Düştüğüm gibi kalkarım. Ikki dona tuxumimizga murch va tuz solib, yaxshilab chayib, ularni ham non bo'laklarimizga qo'shib aralashtirib olamiz. Ateşe düştüm bak, ellerden uzak. Düştüğüm gibi kalkarım. Endi esa qizib turgan tovamizga birozgina yog' qo'yib, nonlarimizni joylab chiqamiz. Yuqqa bir qator qilib, Düştüğüm gibi kalkarım. ustiga esa go'sht mahsulotlarimizni va to'rg'algan pomidorlarimizni terib, qirg'ichdan chiqarilgan pishloqlarimizni va ko'katlarimizni sepib, 10 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. Ateşe düştüm bak, ellerden uzak. Mana noodatiy uslubdagi pizzamiz pishib tayyor bo'ldi. Endi buni likopimizga solib dasturxonga tortamiz. Ateşe düştüm bak. Ko'rsatib o'tgan mahsulotlarimdan menda 3 ta idishda pitsa chiqdi. Yoqimli ishtaha tilayman. Sizlar ham tayyorlab ko'rishingizni maslahat berib qolaman. Düştüğüm gibi kalkarım. Ateşe düştüm